Do'stlar, ko'pchilikning xabari bor. 14-dan keyin usullining reytlar juda ham kuchaydi. Endilikda Aminadan tashqari turdovoy dogovor elektronisini so'rayapti. Turdovoy dogovorda qanday ko'rish? Hammasini hozir sizlarga men qisqacha aytib o'taman. Sizda gosuslugining ichidan kirib, turdovoy dogovorni ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoni oxirigacha ko'rganlar albatta tushunib bilib va albatta inshaalloh o'sha reytlarga tushmaydi degan umiddamiz. Ko'ramiz videoni. Turdovoy dogovoringiz bazada bormi yo'qligini qanday qilib tekshirsa bo'ladi? Bugun shu mavzu haqida gaplashamiz. Buni tekshirish uchun telefoningizda Gosusluga ilovasiga kirasiz, pastdagi robichaga bosasiz. Poyezd chiqqandan keyin poyezdga ETK deb yozamiz va jo'natamiz. Biz bu yerda esa zaказать выпускni bosamiz. Ikkalasini X qilishimizda pastda получить выпуск tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Usluga будет оказана в течение запрос получен. X qilib chiqib ketamiz bu yerdan. Главный menyuga chiqib, qo'ng'iroqchani bosamiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, заявление получено deb turibdi. Выпуска из электронной трудовой книжки. Men 2 marta zakaz qilib oldim. Va mana shu bir kun ichida ko'rib chiqiladi va pastdagidek usluga оказана deb qo'yadi. Usluga оказана degandan keyin bosib ichkariga kirasizda pastga tushib PDF formatdagini ochasiz. Bu yerda kim sizni qabul qilgan, qachon qabul qilgan, qaysi должностda qabul qilgan, o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yerda sizni agar уволить qilgan bo'lsa, bazadan chiqarib yuborgan bo'lsa, приёмный tagida уволить degan chiqadi. Что sizni shu ipeshnik yoki shu firma mana shu chizada уволить qilgan deydi. Agar уволить qilgan bo'lsa, bazada yo'q. Agar уволить yo'q bo'lsa, faqat приём e'lon tasvirgan bo'lsa, demak bazada